6. bab. İsraillar Perverdigarning nazarida yana yomon ish qildi. Shunga Perverdigar ularni 7 yil Midianlarning qo'liga tashlab berdi. Midianlar İsraillardan kuchlik bo'lg'ashqa, İsraillar tog'dagi bexatar joylar, o'nkurlar va qo'rg'onlarda panohlandi. Har qitim İsraillar tirikchilik qilishga boshlaganda, Midianlar Amaleklar va sharqdagi qavmlar bilan birlashib, ularga hujum qiladi. Ular janubdagi Gaza shahrigacha bo'lgan joylarda chedir tikib, bu zemindagi hosulni nobud qilib etdi. Hamda butun qo'y, kala, eshaklarni bulab, İsraillarning zeminida hech qanday oziq-tulik qo'ymaydi. Ular xuddi chekatkidek ko'p bo'lib, kala podlari va chedirlarni birga ilib keladi. Ularning odam va to'g'ilrimi hisobsiz edi. Ular İsraillarning zeminiga besib kirib, makonlarni xarob qilib etdi. İsraillar Midianlarga taqobil turish uchun Perverdigarga noli faryod qilganda, Perverdigar ularga bir payg'ambar avatdi. U kelib, ularga mundaq dedi: Perverdigar, ya'ni İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudo shundaq deydi-ki, men sizlar qul bo'lib yashagan Misrdan elib chiqdim. Sizlarni Misrliklarning qo'lidan qutqizdim. Sizlarning oldinglarda dushmaninglarni qo'g'lab chiqarib, ularning zeminini sizlarga elib berdim. Men sizlarga, men Perverdigoringlar Xudodirman. Sizlar turadigan zemindagi amurlarning ilohlariga cho'qinmanglar degan edim. Biroq sizlar so'zimga quloq solmadinglar. Keyin Perverdigarning farishtasi Ofra yesiga kelib, Yoashqa taalluq bo'lgan bir tüp pista darg'ining tuvida o'ltirdi. Yoash bo'lsa, Abi Azar jamiyatidan edi. Uning o'g'li Gidon Midianlardan yoshuruncha üzüm ezish ozg'ilida bug'doy ezib otadi. Perverdigarning farishtasi u yerda uningga ko'rinib, "Ey Batur azmat, Perverdigar sana yordur" dedi. Gidon uningga, "Taqsir, agar Perverdigar bizga yor bo'lgan bo'lsa, biz nemishqa bundaq baxtsizliklarga uchraymiz? Ajdodlarimiz bizga Perverdigar bizni Misrdan qandoq elib chiqqanligini aytgan edi. Endi ashu ajoyib mo'jizalar ne ketdi? Perverdigar bizdan voz kechib, bizni Midianlarning qo'liga tashlab berdi" dedi. Perverdigar Gidonga burilib, "Sen bütün kuching bilan İsraillarni Midianlarning qo'lidan qutqizgin. Seni mana men o'zim avatiman" dedi. "Taqsir, men bo'lsam Manvatsa qabilasining eng ojiz jamiyatiga taalluqman. İsraillarni qandoqmi qutqizalayman? Uning ustiga otamning jamiyatidagi eng arzimas kishiman" dedi Gidon. Perverdigar uningga, "Men jazman sana yor bo'laman. Sen Midianlarni xuddi bir odamni uchuqtiganga o'xshash osonla yo'qotsan" dedi. Gidon, "Agar men iltifotingizga muyassar bo'lgan bo'lsam, men bilan so'zlashayotgan kishining o'zingiz ekanligingizni bildirish uchun menga bir alomat ko'rsatkaysiz. Men sizga o'zimning hadiyasini keltirmaguncha bu yerdan ketmagaysiz" dedi. "Sen qaytib kelguncha saqlayman" dedi Perverdigar. Shuning bilan Gidon uyiga berib, bir o'g'loqni so'yib, uni pishirdi va yerim xalta unda petir non pishirib, go'shtni sivatga, sho'rpasini sapal ko'rig'i elib, pista darg'ining tuviga elib keldi. Xudoning farishtasi uningga, "Go'sht bilan petir nonni bu quram toshning ustiga qo'yib, sho'rpini ustiga to'kkin" dedi. Gidon shundoq qildi. Perverdigarning farishtasi qo'lidagi hosini uzatgan edi. Hosining uchi go'sht bilan nonga tegishi bilanla toshdan o't chiqib,
go'sht bilan non kuyib ketdi. Parvardigorning farishtasimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Gidon o'zining ko'ginining Parvardigorning farishtasi ekanligini bilib, "Ey egam Parvardigor, endi men tugashdim. Parvardigorning farishtasi bilan yuzma-yuz ko'rishibdiman emasmi?" dedi. Parvardigor Gidonga, "Qo'rqmag'in, o'lmaysan, aman bo'l", dedi. Gidon u yerda Parvardigorga atab bir qurbonlik supisi yasab, uning nomini Yahve Shalom deb qo'ydi. Bu qurbonlik supisi Abi Hazarlarning Ofra degan joyida hozirgacha bor. U kuni kechasi Parvardigor Gidonga, "Sen otangning 7 yoshlik ikkinchi buqisini elib berib, otang iloh Baalga atab yasıgan qurbonlik supisini cheqib, supining yenidagi iloha Asharga atab yasalgan yog'och tuvrukni kesib yiqitib. Ondan bu qoram tosh ustida Parvardigoring Xudoga atab muvofiq bir qurbonlik supisini yasab, o'zing kesgan Ashera yog'och tuvrukini o'tin qilib, yeliqi buqini supining ustida kuydirib, kuydirma qurbonlik qil", dedi. Shuning bilan Gidon chakarlardan 10 kishini elib berib, Parvardigor uningga buyurgandek qildi. U otasining jamiyatidagilar va shahar aholisidan qo'rqib, bu ishni kunduzi qilishga jur'at qilolmay, kechasi qildi. Ertasi saharda shahar aholisi o'rnidan turib, Baal qurbonlik supisi bilan Ashera yog'och tuvrikining chiqib etilganligini va yeriqi buqining yengin qurbonlik supisida ko'ydirilayotganligini ko'rdi. Ular o'zaro, "Bu ishni kim qilgandi?" deydi. Ular surishtirib aniqlagandan keyin bir-biriga, "Bu ishni Yoashning o'g'li Gidon qilibdi-da", deydi. Shahar aholilari Yoashga, "O'g'lingni chiqirib be, u o'limga mahkum. U Baal qurbonlik supisini chiqib, uning yendiki Ashera yog'och turlikini kesib yiqitib etibdi", dedi. Yoash o'zini aybligan xaloyiqqa, "Sizlar Baal uchun takallashib, uni qo'g'dab qolmoqchimi? Kim uning uchun takallashsa, tong atmay turib, u o'lidi. Agar Baal rastilla iloh bo'lsa, u o'zini o'zi qo'g'dab, qurbonlik supisini chiqib etgan kishini halok qilsin", deb javob qaytardi. Baalning qurbonlik supisi chiqilib ketgandan boshlab, kishilar Gidonni Yiru Baal deb atashdi. Bu Baal adibini bersun degan ma'noda edi. U chaqda Midianlar, Amaleklar va sharqdagi qavmlar bilan uchrashib, Iordan daryosidan o'tib, Izrail jilg'isida chedirlarni tikishdi. Parvardigorning ruhi Gidonni o'z ilkiga oldi. Gidon burg'a kelib, Abi Hazar jamiyatining odamlarini o'z atrofiga yig'di. U Manatsa zeminig'imi elchilarni avatib, ularni o'ziga ekishishga chaqirdi. Hamda Asher, Zabulun va Naftali qabillariga elchi avatdi. Shuning bilan ular Gidonning qishig'a kelishdi. Shuning bilan Gidon Xudoga, "Agar sen aytganingdek Isroillarni rastilla mening qo'lim orqali qutqizmoqchi bo'lsang, undaqda men Hamonga bir qo'yning terisini qo'yib qo'yay. Agar saharda faqat qo'y terisining ustida shabnam bo'lib, yer yuzi quruq bo'lsa, sening haqiqatan mening qo'lim orqali Isroillarni qutqizadiganligingni bilay", dedi. Ahvol uning deganidek bo'ldi. Gidon o'rnidan sahar turib, qo'y terisini siqividi. Bir china shabnam suvi chiqdi. Gidon Xudoga yana, "Manga g'azablanmagaysan. Yana bir talabimni qabul qilgaysan. Qo'y terisi bilan yana bir sinab ko'ray. Bu qitim teri quruq turib, yer yuziga shabnam tushgay", dedi. U kecha Xudo shundoq qildi. Darvaqa, ertasi saharda qo'y terisi quruq turib, yer yuziga
Şəbnəm düşkən idi.